Assalomu alaykum YouTube kanalımıza obunachilar. Yana bir uston o'pganmiz. O'zlarimizning Bog'ot tumanida bo'ldi. Kuxunli mebel ishlab berdik. Ko'rishingiz mumkin. Kuxunli mebelimiz balandligi 270, uzunasi 420 bo'ldi. 1 metrini 3 million so'mdan ishlab berdik. O'xshi 12 million 750 ming so'mga bitgan kuxunli mebelimiz. Kuxunli mebel bilan qisqacha tanishtirib o'tsam, Oksvetda yaxshi akrillardan ishlab berdik. Ko'rishingiz mumkin. Bellarni shuni shkafcha taxlab berdik. Pastki qismini gaz balon için jarlarni taxlab berdik. Stollari eng yaxshi stollardan, rossiyskiy qalin stollardan qo'yib berdik. Ko'rishingiz mumkin. Mexanizmlar tandem bo'ladi. Panel bo'lmaydi, 100% indek bo'ladi. Korpus qismi, yuz qismi akril bo'ladi. Shulardan pechga, telardan tortma gazlarni ishlatib taxlab berdik. Bellarni vitishkalari, telarni led lampochkalarini taxlab berdik. Fartuq qismini akrildan ishlab berdik. Ko'rishingiz mumkin. Qora svetda mebelimizga qo'shib turibdi. Moykalarni, full moykalarni suvlarni ulab taxlab berdik. Bellarini ko'rishingiz mumkin. Bonus sifatida musor idishlari ustiga shushkalarni qo'yib berdik. Mexanizmlar ham Turkiyaning yaxshi firmasidan qo'yib berdik. Bellarni xalandirlik uchun joy qoldirib ketdik. Birinchi qismini ko'rishingiz mumkin. 3 etaj bo'lib chiqdi. Şimdi kuxunli mebelimiz Oksvetda ishlab berdik. İşga baho berasizlar. Shunday videolarda o'zlaringizni tanishlaringiz shunday mebellar qarab yurgan tanishlaringizni jo'natib qo'ysalar, ular uchun ham manfaatli video bo'ladi. Kanalga obuna bo'lib qo'ysalar, keyingi videolarda o'tib bermaysizlar.